Xo'sh, keyingi misolga e'tibor qilamiz. Masalan, 3-misol. Shartida aytayaptiki, misollarni namunadagi kabi hisoblang. Bu yerda 35 ga qo'shishimiz kerak 96 ni. Bu yerda ham ustun shaklida yozib olsak, 35 qo'shuv 96. Bu yerda birinchi navbatda birlar xonasidagi raqamlarni qo'shishimiz kerak. 5 ga 6 ni qo'shsak 11 hosil bo'ladi. Bu yer birlar xonasi bo'lgani uchun 11 dagi birligimiz 1 ni yozamiz va bitta o'nlikni esa dilda saqlashimiz kerak. Esimizdan chiqmasligi uchun uni o'nlar xonasining tepasiga bir raqamni yozib qo'yamiz. Endi o'nlar xonasidagi raqamlarni qo'shib olamiz. 3 va 9 ni qo'shsak 12 hosil bo'lishi kerak. Bizda tepasida bitta o'nlik ham bor edi. Demak, nechta bo'lib qolar ekan? Ha, 13 ta o'nlik bo'lib qolar ekan. Demak, yuqorida o'rganganimiz kabi 13 ni yozib olamiz. Shunda bizda natija nimaga teng bo'lib qolar ekan? Ha, 131 ga teng bo'lib qolar ekan. Endi e'tiborimizni 6-misolga qaratamiz. Misollarni namunadagidek ustun shaklida ishlang. Demak, 536 qo'shuv 53. Bu yerda ham nima qilishimiz kerak? Birinchi birlar xonasidagi raqamlarni qo'shamiz, so'ng o'nlar xonasidagi raqamlarni va endi yuzlar xonasidagi raqamlarni ham qo'shamiz. Demak, 6 ga 3 ni qo'shsak, natija bizda 9 ga teng bo'lib qoladi. Endi o'nlar xonasidagi raqamlarni qo'shsak, 3 ga 5 ni qo'shsak, 8 hosil bo'ladi va yuzlar xonasidagi 5 raqamini yonida sherik bo'lmagani uchun 5 ni o'zi tushadi mana. Demak, javobimiz 589 ga teng bo'lib qolar ekan. Endi e'tiboringizni 9-misolga qarating. Demak, bu misolda berilganki, 248 qo'shuv 577. Buni qo'shishda ham birinchi birlar xonasidagi raqamlarni qo'shamiz, so'ng o'nlar xonasidagi va so'ng yuzlar xonasidagi raqamlarni qo'shamiz. Demak, bu yerda birlar xonasidagi 8 va 7 ni qo'shib olsak, natija bizda 15 ga teng bo'ladi. Bu yer birlar xonasi bo'lgani uchun 15 ning 5 raqamini yozamiz. Bitta o'nligini esa dilda saqlashimiz kerak. Esdan chiqib qolmasligi uchun o'nliklarning tepasiga bitta 1 ni yozib qo'yamiz. Endi o'nlar xonasidagi raqamlarni qo'shib olamiz. 4 ga 7 ni qo'shsak 11 hosil bo'ladi. Bitta dildagi 1 ni ham qo'shsak 12 hosil bo'ladi. Bu yerga ham 12 ning 2 raqamini yozamiz va 1 ni esa endi yuzliklarni tepasiga yozib qo'yamiz. Endi yuzliklarga raqamlarni qo'shib olamiz. 2 ga 5 ni qo'shsak 7, bir dildagi yuzlikni ham qo'shib olsak, nechta bo'lib qoladi yuzliklarimiz? 8 ta bo'lib qoladi. Demak, 248 ga 577 ni qo'shsak, 825 soni hosil bo'lar ekan. Tushundingiz-a? Hurmatli o'quvchilar, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.